kamchiligi bor, bu kamchiligi bor desa, dinga qarshi deb o'ylashadi. O'zi unaqa emas. Shuni tushunib olishimiz kerak. Islomiy moliyada inson, misol uchun abituriyent yoki talaba o'zini karyerasini boshlamoqchi bo'lsa, birinchi nimalardan boshlash kerak? O'zbekistonlik do'stimiz aloqaga chiqqandilar. Keyin qarang, deyaptilar, menda ekonomika sohasi bor, islomiy moliyaga ham kirdim. Qaysi birini tanlayman? Bu o'zi noto'g'ri savoldir. Qaysini qiziqasiz? Yo'q, qaysi birida ko'proq pul deyaptilar-da. Malayziyani keyin farqli tomoni, o'sha yerda o'qiysiz va Malayziyani industriyasini, shu sanoatini, islomiy moliya sanoatini tayyor case study qilib olsangiz bo'ladi. Buxoriylarning yurtidanman deb aytish boshlagan, hamma aytadi. O'shanda Buxoriylarning yurtidan ekansan, hozir nima bor? Bittasi aytdi. Hammaga assalomu alaykum. Talabachilik podkast o'rtoqlar, biz sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Bugungi podkastimiz juda ham qiziq bo'ladi, chunki bugungi podkastda 2 kishi emas, 3 kishi bo'lib o'tiramiz. Birinchi mehmonimiz biza avvalgi sonimizdan tashrif buyurganlar, Shukrullo akam Nurmatov, Buyuk Britaniyaning Durham universitetini tamomlaganlar. Hozirgi kunda islom moliyasi bo'yicha faoliyat olib boradilar. Assalomu alaykum Shukrullo aka, xush kelibsiz. Assalomu rahmat katta. Yana bir bor studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Ikkinchi mehmonimiz bo'lsa Shoyusuf Shomansurov akamiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Shoyusuf aka, xush kelibsiz. Bu mehmonimiz bakalavrni Al-Qosimiy universiteti Birlashgan Arab Amirligida, magistraturani bo'lsa Malayziyada INSEF universitetida tamomlaganlar. Bugun bo'lsa sizlar bilan ikkita Sharq va G'arb ta'limi bo'yicha gaplashamiz, bahs munozara qilamiz. Xudo xolisa podkastimiz qiziqarli qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bugun yana hozirgi kunda keng tarqalayotgan mavzu islom moliyasi bo'yicha suhbat olib boramiz. Bu kimga qiziq bo'lsa, talabalar oramizda abituriyentlar mana shu soha bo'yicha o'zini faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lsa, bugungi podkast ancha ma'lumotlarga boy bo'lasizlar uchun. Demak, tayyor bo'lsanglar, boshladik. Avvalambor xush kelibsizlar yana bir bor. Podkastni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun davramiz keng, bugun uzoqroq podkast bo'lishi mumkin. Bemalol sevinchga qurtlanib olib, bemalol joylashib olinglar. Bizlarning keyin kelgan mehmonlarimizga birinchi beradigan savollarimiz albatta talabachilik davri haqida bo'ladi. Shukrullo akam endi o'zimizniki, ko'p ko'rishganmiz, ko'p suhbat qilganmiz talabachilik davrlar haqida. Shukrullo akam bilan boshqa mavzu haqida gaplashamiz. Siz bilan gaplashsak, Shoyusuf aka, talabachilik davri qanaqa o'tgan, o'zi nimaga Birlashgan Arab Amirligi tanlangan, o'zi xorijda o'qish niyati kim orqali kelgan sizga yoki nima ta'sir qilgan voqea yoki kimdir ta'sir qilganmi? Shu haqida ozgina gaplashsak. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Shoyusuf Shomansurov ismim. Bakalavrni Birlashgan Arab Amirliklarida Al-Qosimiy universitetini iqtisodiyot va menejment yo'nalishini tamomlaganman. Xo'p, o'tga ketishimdan o'zi oldin litseyda o'qib yurgan paytimizda o'sha paytda 2017-yillarmi rosa o'zi hype bo'lgan edi, chet elga chiqib o'qish. Bizning o'zi kursimizda ham почти hamma chetga ketgan edi. Eng ko'pi Xitoyga ketgan edi shu paytda. O'sha paytda endi qiziqish uyg'ongan, Birlashgan Arab Amirliklarida bir do'stimiz shunaqa universitet bor deb aytgan. Shu orqali qiziqish boshlangan. Keyin shu davlat ichidagi universitetlarni ko'rish boshlaganman. Xudoning irodasi o'sha Al-Qosimiy universitetiga kelib chiqqan. Nimaga o'tga qattiq qiziqib qolganman? Chunki o'tda bir farqli tomoni ham arab tili, ham o'zingizning qadriyatlaringiz bo'yicha o'qish va ham tanlagan sohangiz, ya'ni iqtisodiyot va menejment yo'nalishida bemalol tahsil olsangiz bo'ladi. Shunga qiziqib ketganmiz. O'tda 5 yil bo'ldim, 1 yil nima deydi, podkurs o'qidik, o'tda faqat arab tili, kun bo'yi faqat arab tilini o'rgatdim. Keyin 4 yil o'zimizning mutaxassislikni o'rgandik. Ta'lim ingliz tilida bo'lgan, lekin universitet o'zi arab universiteti bo'lganligi uchun arab tili hamma uchun majburiy bo'lgan. Hamma talabalarning o'rtasidagi kommunikatsiyalar ham hammasi arab tilida bo'lgan edi. Moslashish qiyin bo'lmaganmi? Birlashgan Arab Amirligiga qariyat yaqin bo'lgani bilan, lekin baribir boshqa davlat, boshqa madaniyat. Albatta, boshida borganim birinchi marta chetga chiqishim bo'lgan. Umuman, o'tda o'sha borgan paytimizdan o'zida 70 ga yaqin millat qanaqadir shok bo'lganam. Bu yerdan olib ketgan narsalarimiz, ya'ni o'sha mindset deydi-yu, zehniyatlar bilan borganmiz endi o'tga unaqa uncha to'g'ri kelmagan. Misol uchun borganimizda birinchi olgan shokim nima bo'lgan, misol uchunda O'zbekistonni aytganimda ko'pchilik bilmaganda. O'zbekiston yana o'sha Pokiston, Afg'oniston bilan adashtirishgan. Keyin
buxoriylarni yurtidanman deb aytishni boshlaganman, hamma aytadi. O'shanda buxoriylarni yurtidan ekansan, hozir nima bordim deb bittasi aytgan. Hozir nima qilasizlar? Hozirgi ahvolinglar qanaqa deb so'ragan. O'shanda menga birinchi udar bo'lgan. O'shanda rostdan ham hozirgi holimizni isloh qilish menimcha yaxshiroq. Ajdodlar bilan faxrlangandan ko'ra birinchi olgan shokim shu bo'lgan. Shundan keyin shu ilmga iloji boricha qattiq kirishga harakat qilganmiz. Motivatsiya bo'lgan ekan-da, shularga ajdodlarga mos. Ko'pchilik aytgan, hozirgi holing bilan hozirgi holating haqida gapirgan menga ajdoding qilganini qildi. Hissaligini qo'shib ketishdi. Hozir nima qilasizlar? Zo'r. Shukrullo aka, endi siz bilan gaplashadigan bo'lsak, Turan universitetida umuman boshqa soha bo'yicha o'qigansiz, lekin magistraturani islom moliyasi bo'yicha davom ettirishga qaror qildingiz. O'zi bu sohaga qiziqish yoki qaror qilish qayerdan kelib chiqdi? Hop, juda ham yaxshi savol. To'g'ri, magistratura bosqichida o'zi to'liq, demak, diplomimizning nomi moliya, investitsiya va islomiy moliya. Demak, baribir moliyadan o'rganamiz, zamonaviy moliyadan va ilmiy ishimiz lekin islomiy moliyada. O'zi to'g'risini aytganda bakalavriatda juda ko'p o'zgarishlar bo'lgan, marketolog bo'lib boshlaganmiz, diplomat bo'lib tugatganmiz, xorijda ishlab ko'rganmiz, lekin shu 3-kursning oxirgi kurslarida baribir moliyaga qiziqish kuchli bo'lgani uchun va o'z hayotimda bir maqsad topish uchun izlanganman. Deylik, to'g'ri, yaxshi ko'rgan kasbingizni qilishingiz kerak, lekin bu kasb har kuni qilayotgan narsangiz, demak, o'zingizga, ota-onangizga, dunyoga bir foyda keltiradimi? Yoki faqatgina ko'proq pul orttirasizmi degan savol berdik. U paytlar islomiy moliya degan narsa uncha tushuncha yo'q edi tanishlarda, atrofdagilarda. Lekin bilmadim, Xudoning irodasi bilanmi shunaqa maqolalar ko'p chiqishni boshladi. Bu 2020-yillar, Covidlar 21-yillar uzoq bo'lgan edi. Shu qiziqdim, nima farqi bor ekan, nima o'rganish kerak. Shu har xil sertifikatlarga harakat qilib ko'rdik, onlayn, demak, stajirovkalarga, internshipga harakat qilib, shu qiziqish boshlab Angliyada baribir o'qiganmiz. Hatto shunaqa scholarshiplar bor deb. Shu ikkita yo'nalish bo'lgan, ikkita davlat bo'lgan, yo'kida Malayziya, yo'kida Durham, shu Angliya bo'lgan. Va Buyuk Britaniyada davom ettirganmiz magistraturani. Zo'r. Magistraturani mana Shoyisuf aka Malayziyaga topshirgansiz-ku, Birlashgan Arab Amirligini o'zida davom ettirish fikri bo'lmaganmi? Yo'q, Birlashgan Arab Amirliklarining o'zida islomiy moliyaga mutaxassis chiqaradigan bir muayyan yoki mashhur yoki bir top universitet yo'q. O'sha o'qib yurgan paytimda o'zi shu Malayziyada dars bergan ustozimiz bo'lardilar. O'shalar o'zi birinchi maslahat berganlar. Shundan keyin qiziqib, o'qishni bitirgandan keyin o'sha yerga harakat qilganman. O'qishni bitirib yarim yil bir ozgina ta'til olib, keyin Malayziya o'sha INSEF universitetiga qabul qildim. Nima uchun o'zi aynan islomiy moliya yo'nalishini tanlagansiz? Mana iqtisodiyot va iqtisodiyot yo'nalishini o'qib, faqat shuni o'zini davom ettirish niyati bo'lmaganmi? O'sha paytda endi o'qib yurgan Birlashgan Arab Amirliklarida o'qib yurgan paytimizda endi qadriyat baribir qadriyat islomiy o'sha yurgan paytlarimizda ham islomiy banklarni ko'rardik, nima ekan, qanaqa ishlarkan deb qiziqib qarardik. Endi yana o'sha gap qadriyatga qaytib, menimki shu islomiy moliya nimaligini chuqurroq o'rgana qolay deb o'sha paytdan o'zi boshlangan. Islomiy moliya adabiyotlarini o'qish, farqlari, qanaqa ishlashi shu orqali qiziqqanmiz. Keyin bilsak, shu Malayziya dunyoning yetakchi davlatlaridan hisoblanadi. Bank tizimini, misol uchun, bank tizimini o'zi 50% dan oshiq islomiy hisoblanadi Malayziyada. Hech qayerda yo'q unaqa. Universitetlar ham shunaqa, ya'ni dunyoda tan olingan islomiy moliya bo'yicha top universitetda hisoblanadi. Shu orqali qiziqib ketdik. Zo'r. Endi menga kerakli umumiy savol bor. Mana siz Buyuk Britaniyada islomiy moliya bo'yicha o'qigansiz, siz bo'lsa Malayziyada. Ikkalasini ta'lim berishi yoki tatbiq qilishi qanaqa, o'zi farq bormi? Islomiy moliya bo'yicha misol uchun o'zaro gaplashganmisizlar yoki bahs bo'lganmi, qanaqa, yo bu noto'g'ri, yo bu to'g'ri degan? Shular siz boshlayvering. Xo'p, endi biz Malayziyani faqatgina tanishlardan, o'sha akalarimizdan eshitganmiz. Ko'plar so'rashadi o'ziga, Yevropada islomiy moliya bormi? Musulmonlar bormi degan savolgacha bo'lgan. Endi baribir islom dini faqatgina arab davlatlarida emas, balki hamma joyda bo'lgani sababli ham va islomiy moliya faqatgina musulmonlar uchun emas, bu dunyo uchun qilingan narsa.
Nimaligini ham xudo xohlasa shu podkastda gaplashib ketamiz. Angliyada nega aynan Angliyada tanlaganim? Birinchidan magistratura 1 yil. 1 yil davomida siz deylik noldan nimadir o'rganmaysiz. Har kuni kitob o'qiydigan narsa emas, ko'proq debat bo'ladi. Demak, ustozimiz bitta katta savol beradi, shu savol haqida gaplashamiz. U yoqda lekin baribir Malayziyani bitirib kelgan bakalavriat do'stlarimiz bor edi. Doktorantura o'qiyotgan do'stlarimiz bor, mehmonlar juda ham ko'p edi. Turkiyadan, mana shu arab davlatlardan va har birida o'zini qarashi bor, o'zini fikri bor. O'shanga asoslangan edi. Hamda ko'p baribir Angliyada islomiy moliya o'rganish uchun 1 yili shu minus deb qarasa, tezroq o'rganish kerak bo'ladi. Agar mendagi noldan boshlayotgan bo'lsangiz, men ancha qiynalganman. Xudoga shu ustozlarimiz yordam berishgan, chunki do'stlarimiz hatto Qur'onni ham yodlagan payti bo'lgan va bemalol arab tilini ham o'qib olardi. Biz esa endi ingliz tilidan boshlagan odam edik, lekin shu urovень kattaligi sababli sizga ancha motivatsiya bo'ladi. Xo'p, shu narsa bo'ladi. Hamda ko'pincha islomiy moliyada demak dunyoviy deb qaratishadi. Masalan, 4 ta mazhabga ajratishmaydi. Chunki uni minuslari, anaqalari bor, o'zini bu yoqda to'g'ri, bu yoqda sal noto'g'ri degan narsa bor. Buni ko'proq odam o'ziga qo'yib berishadi. Chunki baribir bizada Angliyada ko'proq Angliyada karyera qurish haqida bo'ladi. Chunki g'arbda bemalol ayta olaman, Buyuk Britaniya boshqa g'arb davlatlarga qaraganda islomiy moliyada eng demak rivojlangan. Eng birinchi davlatlardan 2000-yillarning boshida islomiy moliya banklariga ruxsat berilgan. Birinchi sukuk o'sha demak bozori deydimi o'zbek tilida ochilgan va aynan shu deb birinchi banklar albatta Malayziyadan, shu Dubaydan Dubai Islamic Bank kirib kelgan. Va Buyuk Britaniya demak musulmonlar soni juda ham ko'p, shuning uchun talab ham ko'p. Shu uchun faqatgina o'rganish uchun emas, balki karyera qilish uchun hamda ilmiy ish qilish uchun Buyuk Britaniyani tanlaganman. Chunki Buyuk Britaniyada Mehmet Asutay degan professorimiz borlar, ular nima desa bo'ladi, xuddi Gollywoodda Oscar yutgandek aktyor bo'lsa, ular ham xuddi shunaqa sertifikatli yutib kelganlar. O'zlari Turkiyada bo'ladilar, lekin Malayziyada ham borib nomlar qozonganlar. Ilmiy ish uchun, karyera uchun va baribir Buyuk Britaniya o'zimizni demak ikkinchi uyimiz bo'lib qolgani uchun va scholarship olganim uchun ham Buyuk Britaniyani tanlaganman va shunaqa o'rganib keldik, xudo xolasa. Malayziyada qanaqa? Hozir aytishimdan shukrlar, sizda MA bo'lganmi, MBA bo'lganmi, nima bo'lgan? Master of Science MS bo'lgan. MSc bo'lgan. Mana shuni tushuntirib ketasizlar. Bizlar ko'rib turgan tomoshabinlarga MBA nima emas? MBA misol uchun biznesga ko'proq doir ta'lim bo'ladi. MBA in Islamic Finance bo'ladigan bo'lsa, biznes faqatgina islomiy moliya yondashuvi bilan. Bu yo'nalishda shunda to'g'rimi? MBA. MSc bo'ladigan bo'lsa, bu fan magistri. Fan magistri. Nazariy ko'proq qanaqa? Nazariy keyin shu tadqiqotga ko'proq fokus qaratgan bo'ladi-da. Ertaga doktorantura davom ettirishingizga juda kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib ilmiy ish qilasiz? Qanaqa qilib ilmiy ish qilinadi bu sohada? Qanaqa metodologiyalari bor? O'shalarni o'rgatadi. Sizda MBA mi, MSc mi? MSc. MSc. Ilmiy ish. Menda ham MSc bo'lgan. MSc in Islamic Finance. Islomiy moliyada fan magistri. Bu ikkita yo'nalish bir-biriga o'zi o'xshaydimi yoki umuman tubdan farq qiladimi o'qitiladigan anaqalari boshqalari? MBA bilan MSc so'rasizmi? Ha, juda ham tubdan farq qiladi. Farq qiladi. Farq qiladi. MBA o'zi Islamic Finance'da bormi, yo'qmi aniq bilmayman. Eshitmaganman. Ko'proq baribir bu science demak bir aniq fandagi qaraladi. MBA degani ko'proq 20 yillik tajribasi bo'lsa, deylik bankda menejer bo'lsangiz, ertaga direktor bo'lish uchun tez 1 yillik Harvard, Oxford, Stanfordlarga o'qiladigan narsalar. Shu uchun balki men biladiganim yo'q. MBA Islamic Finance bu uchun masalan Shoyustovaga o'xshab ishlab yursa 5 yil, 6 yil keyin direktor bo'lmoqchiman deb MBA qilsa bo'ladi. Lekin mendagi noldan boshlamoqchi bo'lsa, unda MSc bo'lish kerak. Zo'r. Malayziyada qanaqa farq bor? Hozir mana g'arb tomonini eshitdik, endi sharq tomoni. Hop, Malayziyada islomiy moliyaga qattiq qiziqish, oddiy aholida ham qiziqish juda ham katta. Shu universitetda o'ziga ham borsangiz, misol uchun INSEF universiteti Malayziya Markaziy banki tomonidan tashkil qilingan. O'sha yerda o'zida ham malayziyalik studentlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p o'zi qiziqadi, juda ham qattiq. Sohani o'zi ham rivojlangan juda ham. Soha Malayziyani keyin farqli tomoni o'sha yerda o'qiysiz va Malayziyani industriyasini, shu sanoatini, islomiy moliya sanoatini tayyor case study qilib olsangiz bo'ladi. Keyin boya aytdim-ku, islomiy moliya Malayziyada tizimni 50% dan oshiq hisoblanadi. Juda ham katta-da.
katta bo'lganligi uchun o'sha islomiy banking bo'ladimi yoki takoful sug'urta kompaniyalari bo'ladimi, bemalol misol qilib olib yoki o'sha yerga to'g'ridan to'g'ri o'sha firmalarga yoki bankka borib gaplashib, fikr almashib, bemalol tajriba orttirsangiz bo'ladi. Keyin tadbirlar, o'sha konferensiya, anjumanlar islomiy moliyaga oid juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni siz o'tga borasiz, butun dunyodan keladi, o'sha yerda fikr almashasiz, tanish bilish orttirasiz. Shu menimcha juda ham ajratib turadigan joyi Malayziyani. Zo'r. Bitta narsa qo'shib ketaman. Uzr, yana Malayziya innovatsiyada eng oldingi davlat islomiy moliyada. Kitoblarni ochsangiz ham deylik mana shu yo'nalish bor. Boshqa yo'nalish alternativa bormi? Bordi, har doim Malayziya bo'ladi. 90% Malayziya o'ylab topgan banklari qilgan bo'ladi. Ular innovatsiyadan qo'rqmaydigan davlat. Shuning uchun o'qishga ham juda ham zo'r davlat. O'sha mana yana shu gapga qo'shimcha qilaman. O'sha Malayziyaning markaziy banki o'zini shariat qo'mitasi bor. O'sha qo'mita juda ham ko'p aytganlaridek innovatsiyaga juda ham ochiq, yangi produktlar ustida ko'p ishlaydi. Malayziyani regulation, o'zbekchasiga regulatsiya bo'ladi. Nima bo'ladi? Boshqaruv tizimi islomiy moliyaga juda ham mos keladigan tizim hisoblanadi Malayziyaniki, boshqa davlatlarga qaraganda. Tushunarli. Mana Shukrullo aka hozir scholarship bitganman dedingiz-ku, islom moliyasi bo'yicha bizani ko'rayotgan abituriyentlar agar mana shu yo'nalishga ketmoqchi bo'lgan abituriyentlarimiz bo'lsa, ma'lumot berib ketsangiz, qanaqa scholarshiplar bor o'zi, ularni qanaqa yutish mumkin? Bunaqa scholarshiplar faqat magistraturagami yoki bakalavrga ham bormi? Bakalavriatda boshqacha scholarshiplar bo'ladi. O'shaning magistratura o'zini demak fokus qiladigan bo'lsak, odatda ikkita katta scholarship bo'ladi. Bittasi 100%lik, bu davlat tomonidan beriladi. Yoki Buyuk Britaniya Chevening hamma biladigan, yoki O'zbekiston tomonidan beriladigan El-yurt umidi va Durham universiteti top 100 talik kiradi. Shuning uchun bemalol o'sha list ichidan topsa bo'ladi. Ikkinchisi universitet tomonidan beriladigan, bu uzog'i 50%. Biz ham shu 50% olganmiz. Eng muhim narsalar ko'p so'rashadi, qanaqa yuksak xatdan boshlashib bo'ladi. Endi bu odamga bog'liq, lekin eng muhim faktori bu baribir o'zingizni hikoyangizni topa olishingiz. Hamma masalan boshida podkastni nimada boshladingiz, nega islomiy moliya tanladingiz deb xuddi shu savolga odamlar javob bera olmaydi. Masalan, bitta o'zbekistonlik do'stimiz aloqaga chiqqandilar. "Aka, qarang, deyaptilar, menda ekonomika sohasi bor, islomiy moliyaga ham kirdim. Qaysi birini tanlayman?" deyaptilar. Bu o'zi noto'g'ri savol. Qaysini qiziqasiz? Yo'q, qaysi birida ko'proq pul deyaptilar. G'alati savol bu baribir dedim. To'g'ri maqsad qo'yish kerak. Uni to'g'ri ko'rsatib berish kerak. U masalan bolaligingizdan boshlangan hikoya bo'lishi mumkin. Yoki kimdir bilan gaplashayotganingizda bo'lishi mumkin. Keyin lizerlik yo'nalishlarni ko'rsatasiz. Masalan, Shoyevga o'xshab qayerda o'qigansiz, nimalar qilgansiz, diplomdan tashqari nima qilgansiz. Hech narsa ma'lumot bo'lmaganda, O'zbekistonda islomiy bank bo'lmaganda qayerdan boshlagansiz. Mana shunaqalarni ko'rsatadi va bitta afsuski, masalan, Show Talantov ko'rganmiz hammamiz. Show Talantovda yaxshilab qarab tursangiz, eng talant ko'p odam yutmaydi-da, eng hikoyasi bir yig'latadigan odam yutib ketyapti. Scholarshipdan xuddi shunaqa o'tadi ko'p holatda. Va ilmiy ishingizni aniq qilishingiz kerak. Chunki islomiy moliya bu juda katta narsa, oddiy moliyaga o'xshab. Bu mana Shoyevga o'xshab venture capital bo'lishi mumkin. Corporate bo'lishi mumkin, anaqa kompaniyalarniki yoki yana nima investment bo'lishi mumkin, menga o'xshab buxgalteriya bo'lishi mumkin. O'shani aniq qilmasa magistratura juda ham tez o'tib ketadiki, o'rtoq qilmaguningizcha o'sha tugab qoladi. Darslaringiz ham, diplom olasiz bo'ldi. Shuning uchun menimcha agar noldan boshlayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib sertifikatlarga harakat qilish kerak. Eng oddiy sertifikatlardan boshlash kerak. Masalan, IFQ degan sertifikat bor, Islamic Finance Qualification, menimcha hamma biladi. Inglizda IELTS bo'lsa islomiy moliyada. Shu narsa bu uchun ingliz tilini bilish kerak. Keyin hozir juda ham ko'p onlayn anaqa stajrovkalar bor. Malayziyada, Angliyada bor. U pul to'lamaydi, lekin bemalol dars paytida darsdan keyin qiladigan demak stajrovkalar bor. Kuniga 2 soat. O'shalardan boshlash kerak. O'tiga o'qishga kirganingizdan keyin yaxshi bir mentor topish kerak. Bu sizning professoringiz bo'lishi mumkin yoki karyera qurmoqchi bo'lgan bir havas bilan qaraydigan odamingiz bo'lishi mumkin. Keyin aniq yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Aytganimdek, buxgalteriya bo'ladi, investment bo'ladi va o'sha yo'nalishda demak diplom olishga, sertifikat olishga AOFI tomonidan harakat qilishingiz kerak. O'shandagina karyera qurishda sizga ancha oson bo'ladi, lekin karyera qurayotganda baribir birinchi maktabga chiqqanda yosh bolada o'rganadi. Chunki Shoyevga aytib qo'ysalar kerak, biz karyera boshlaganimizda birinchi kunda aytishgan bo'ldi. Universitet bitirdinglar, unutamiz universitetda, hayot boshqacha.
Ha. Shunaqa bo'ladi. Zo'r. Shoyib aka, boya aytgandingiz, islomiy moliyani o'rganishni birinchi bo'lib islomiy moliyadan boshlash kerak emas deb aytdingiz boya. Shu gapingizga yana to'xtaladigan bo'lsak, o'zi buni boshlashdan oldin nima ba'zi ilmlarni o'rganish kerak yoki ba'zi sohalarni o'rganib, keyin islomiy moliyaga kirish kerak. Shu fikringizni davom ettirsak. Hozir mana Shukurlar aka aytdilar-yu, o'zini bir anaqasi hikoyasi bo'lishi kerak dedilar-yu, odam o'zini qiziqishi bo'ladi. Kimdir buxgalteriyaga qiziqadi, kimdir iqtisodiyotga qiziqadi. O'sha qiziqishini aniqlab, hop, misol uchun meni кейsimni qaraylik-da. Iqtisodga qiziqdim. Men darrov islomiy iqtisod bilan boshlamadim. O'zim tanlab emas, Xudo o'zi shunaqa to'g'rilab qo'ydi, alhamdulillah. O'zi shunaqa, shunisi ham o'zi to'g'ri deb bilaman. Oddiy iqtisodda birinchi o'qib, o'rganish kerak. O'sha tizimni bilgandan keyin ana sekin islomiy moliyaga o'tiladi. Chunki islomiy moliya ham shu tizim ichida ishlab turibdi hozir. Agarda tizimni siz yaxshi tushunmaydigan bo'lsangiz, bir innovatsiya qilishingiz juda ham masala bo'lib qoladi. Endi o'sha boyagi savolga qaytadigan bo'lsa, o'zingizni qiziqishingizdan boshlaysiz. Bakalavrni islomiy moliya, islomiy iqtisod bilan boshlashni hech kimga men maslahat bermasdim. Hech kimga maslahat bermasdim. Chunki nimadir bo'lib qolsa, misol uchun kelajakda islomiy moliyaga qiziqmay qo'yadigan bo'lsa, undan keyin ish topish ham qiyinlashib ketadi. O'zi islomiy moliya yoki islomiy iqtisodni bitirgan bakalavr shu bo'ladigan bo'lsa, o'zi kam unaqa universitetlar beradigan. Turkiyada bor misol uchun. Ish ko'p katta ishxonalar, katta firmalar haligacha islomiy moliya degan narsani tan olmaydi. Qo'rqishsa ham kerak menimcha ozgina. Tan olmaydi. Shuning uchun ish topish sal qiyinlashishi mumkin. Yo, menga farqi yo'q. Men baribir o'zim bitirishim bilan o'zimni firmamni qilaman. Men shuni o'rganmoqchiman desam, mayli o'zi biladi. Lekin men hech kimga buni maslahat bermayman. Chunki iqtisodni o'rgan, iqtisodda qanaqa nazariyalar bor, tizim qanaqa ishlayapti, o'shani bil, yana undan keyin sekin o'sha islomiy iqtisodni, islomiy moliyaga ham o'tasan. Zo'r. Akalar, men hozir islomiy moliya sohasi rivojlanib boryapti, lekin hali ham ko'pchilikda chalkashlik bor va yana bitta yaxlit fikr yo'q. Shuni qisqa qilib aytganda, qanaqa tushuntirsak bo'ladiki, islomiy moliya o'zi nima deganda, bu qanaqa bo'ladi? Oddiy moliyadan nima farqi bor deganda, qanaqa qilib insonlarga tushunarli qilib yetkazib berishimiz mumkin? Boshlab bera qoling, qo'shimcha qilib ketaman. Hop, islomiy moliya bilan oddiy nima deb aytsak bo'ladi? Conventional. Dunyoviymi, zamonaviymi, nima dedi? Xullas, hozircha conventional finance deyiladi, lekin oddiy moliya deb turadi. Oddiy moliya deb turadi. Hozir nima farqi bor? Xo'p, islomiy moliya ko'proq real iqtisodiyotga bog'langan bo'ladi. Shu real iqtisodiyotga hamma narsani bog'lashga targ'ib qiladi. Hozir nimaligini aytib o'taman. Oddiy moliya bo'lsa, moliyaviy iqtisodiyotga ko'proq targ'ib qiladi. Targ'ib emas, o'sha moliyaviy iqtisodiyot ichida ishlaydi. Endi bu nima? Real iqtisodiyot bu rostakasm bor tovarlarning aylanmasi. Bu odamlarga shu bor tovarlar orqali bir moliyalashtirish servisini ko'rsatish hisoblanadi. Moliyaviy, sodda qilib aytganda-da, moliyaviy iqtisodiyot bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rinmaydigan turli kontraktlar bilan, misol uchun derivativlar bor. Shular orqali ishlaydigan yoki qarz ustiga quriladigan moliyaviy iqtisodiyot deb tushuniladi. Keyin pul muomalasi. Islomiy moliya qanaqa qaraydi pulga? Keyin oddiy moliya qanaqa qaraydi pulga? Islomiy moliyada pul bu bir ayirboshlash, nima deydi? Ayirboshlash uchun ishlatiladigan bir narsa hisoblanadi. Vosita. Vosita. Lekin oddiy moliyada bu narsa pulga ham bir anaqa deb qaraydi-da. Foyda ko'rsa bo'ladigan narsa. Pul ustiga pul. Pul ustiga pul yaratadi. Sizga pul beradi. O'sha pul orqali hech qanaqa xatarsiz ribo orqali foyda ko'rish harakat qiladi. Qisqa qilib, sodda qilib tushuntirilganda shu. Agarda yana kengaytirish kerak bo'lsa. Ya'ni oddiy moliyada xavf faqat pul oluvchida bo'ladi. Oddiy moliyada pul oluvchida. Pul oluvchida bo'ladi. Ya'ni bank bundan siz misol uchun pul to'lasangiz, to'la olmasangiz, kreditni olaylik. Kredit misol uchun bankka to'lashingiz aniq, qaysi yo'l bilan siz bankka qizig'i yo'q.
yutqizish imkoniyati faqat pul oluvchida bo'ladi. oluvchida bo'ladi. Shunaqa. Hamma risk, hamma xatar Ha. pul oluvchiga. Islomiy moliyada bu teng ikkiga bo'linadimi shunda? Hop, xatar bo'linadi-yu, endi hozir bu yerda bank deb aytsam xato bo'ladi-da. Islomiy bank deb. Chunki islomiy banklarning ishlashi ham har xil. Bank emas, tizim deylik. Tizim deydi. O'sha ya'ni toza islomiy moliya qanaqa qaraydi? Xatarlar bo'linishi kerak deb aytadi. Sherikchilik bilan ishlanadi o'zi. Shunga targ'ib qilinadi. Siz qancha pul qo'shgan bo'lsangiz, o'shancha foiz xatarni bo'yningizga olasiz. Men qancha pul qo'shgan bo'lsam, o'shancha foiz. Agarda umuman siz pul qo'shmagan bo'lsangiz, men sizga faqatgina pul bergan bo'lsam, unda siz vaqtingizni, mehnatingizni yo'qotasiz, men bo'lsa pulimni yo'qotaman. Xatar har doim bor. Hech qachon foydani garantiyasini bermaydi. Sen menga shuncha pul bergan, 10 ming so'm ber, men senga ertaga 12 ming so'm qaytaraman. Ya'ni hech narsa yo'q. Hech qanaqa qiymat yaratmasdan men senga 12 ming, 13 ming qilib qaytarib beraman deyish bu haqiqatda xato hisoblanadi. Siz nima aytishinglar aka? 100% qo'shilaman. Sal bitta o'zi ko'p savol ko'p berishgan. Jiyanlarimizdan ham kelishadi. Nima u islomiy moliya deyishadi baribir. Endi oson qilib tushuntirganda bu hamma biladigan moliya, faqat Shoyisov aytganlaridek islom dini qonunlariga qaragan, shariga qaragan. O'zini mumkin emas narsalari bor. O'sha ribo deb aytdingiz, riski katta narsalar, harom narsalar bo'lishi mumkin va real assetlarga tikilinadi. Va bu yoqda islomiy moliya o'zi demak din bilan bir xil qilib qo'yishadi ko'p holatda. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Islomiy moliya o'sha payg'ambarimiz paytlarida mana shunaqa tarzda bo'lmagan. U payt baribir bozorlar oddiy bo'lgan, kerakli kontraktlar bo'lgan, lekin hayot davom etganda, moliya rivojlanib ketgandan keyin bu narsalar odamlar shu qonunga qarab to'g'irlashni boshlashgan. Shu uchun kamchiliklari juda ham ko'p. Masalan, aloqada internetda ham yozaman, islomiy moliyaning mana shu kamchiligi bor, bu kamchiligi bor desa, dinga qarshi deb o'ylashadi. O'zi unaqa emas. Shuni tushunib olishimiz kerak. Keyin chiroyli qilib ekonomikani tushuntirib berdilar. Oddiy qilib tushuntirganda, men qanaqa tushuntiraman? Ekonomikani, davlat ekonomikasi bir shar deylik. Qancha fulasiz, shuncha pul ko'p kiradi. Masalan, siz ertaga Dubaydan kvartira olaman desangiz, u havo chiqib ketadi. Kichkina bo'lib ketaveradi. Endi bu haqiqiy assetlarga, masalan, bu yoqda kvartira oldingiz, yana ko'payadi. Boshqa oddiy moliyada esa masalan siz Shoyisovga bankka pul tikkanlar, keyin u bank menga beradi, bankka demak qog'ozida 2 barobar pul ko'p bo'ladi. Bu degani shar mashaq bo'lib ketadi. Bu xohlagan payt yorilib ketishi mumkin. Yorilganda esa nima bo'ladi? Ekonomika buziladi, odamlar bir-biridan urushib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Oddiy tushuntirganda shunaqa islomiy moliya demak faqat pul masalasi, balki odamlarning o'rtasidagi munosabatga ham qaraydi, shunaqa darajada. Shu uchun ko'p holatda bunaqa savol berishadi-da. Islomiy moliya oddiy moliyadan uzayib keta oladimi? Zo'r olib keta oladimi? Ko'proq odam keladimi? Bu noto'g'ri savol deb bilaman. Hozir savol berishimiz kerak. Islomiy moliyani to'g'ri rivojlantiryapmizmi? O'sha haqiqatdan ham dinga to'g'ri keladigan, shu hadislarga to'g'ri keladigan, Qur'onga to'g'ri keladimi yoki faqatgina shuni halol alternativasimi? 100% demak ishlatyapmizmi yoki faqatgina haromdan chetga surib bo'ldi, pul qilsak bo'ldimi? Shunga ko'proq to'g'riroq savol bo'lsa kerak. Zo'r. Islomiy moliyada inson, misol uchun abituriyent yoki talaba o'zini karyerasini boshlamoqchi bo'lsa, birinchi nimalardan boshlashga, men misol uchun universitetga topshirdi, universitetda o'qiyapti. Ana undan keyingi tajribalar bilan bo'lsangiz. Amaliy tajribami? Amaliy tajriba. Amaliy tajriba. Shukrulloh aytib o'tganlaridek, hozir o'zi stajirovka beradigan islomiy moliyaviy tashkilotlar, firmalar o'zi taligini bo'lib qolgan. O'sha orqali o'sha tashkilotlarda stajirovka orqali boshlasa bo'ladi. Keyin o'sha islomiy moliyaga doir anjumanlarda qatnashsa, o'ta networking, shu sohada yurgan odamlarni ko'radi. O'sha sohada yurgan odamlarni ko'rgandan keyin balki ular orqali qanaqadir stajirovkaga ega bo'lishi mumkin. Xo'p, endi asosan shu, keyin adabiyotni ko'proq o'qib, ya'ni qaysi adabiyotda, shu islomiy moliyaga oid adabiyot o'zi qanaqa ishlaydi, o'zi mashhur kitoblar bor islomiy moliyaga doir. Ko'p bizning universitetdan ham chiqqan, Insaf universitetidan chiqqan kitoblar
islomiy moliyaviy tizim qanaqa ishlaydi. O'zini sohasidan kelib chiqqan holda o'shalarni ham o'qish sekin boshlayverish kerak. Sizni keysingizda qanaqa? Hop, bizani keysdan shunaqa yaqinroq aytganimizdek, biz o'zi ko'proq marketing yo'nalishida, keyin xalqaro munosabatlar yo'nalishida bo'lganmiz. Moliyada faqatgina shu litsey paytlaridan qolib ketgan edi. Avvalambor Shoisovga aytganlaridek, baribir bir moliya background bo'lishi kerak, raqamlarni tushunishingiz kerak, xohlaysiz, xohlamaysizmi? Tushunish kerak bo'ladi. Bu uchun matematikani yaxshi bilish kerak. Agar bakalavriat darajasida yetarlicha matematikadan demak baholaringiz bo'lmasa, unda sertifikatlarga harakat qilish kerak. GMAT hamma biladigan SAT bo'lishi mumkin. Kelgan va to'g'ri mentor topish kerak. Bu narsa networking orqali juda ham yaxshi. Masalan, Shoisov aka bilan networking orqali tanishib qolganmiz. O'zimiz boshlaganmiz. Angliyada demak stajirovkani kelgan, u yerda o'zbeklar ham bor edi. Inseptda o'qigan o'zbek bor edi. Shu men ko'proq startaplarga qiziqyapman deb aytdim. Ilmiy ishimda o'sha paytlar, hozir ilmiy ishim bank tizimiga o'tib ketdi-yu. Mana shu do'stimiz bilan, akamiz bilan ko'rishing, bitta 1 minut gaplashib, 1 daqiqa gaplashib, motivatsiya olasiz deb ko'rishdik. Shundan keyin mana xudo xolasa podkastlargacha ham yetib keldik. Juda ham kerak networking. Hozir siz o'zingizni yagona deb his qilishingiz mumkin. Faqat men islomiy moliya o'rganyapman deb o'ylab qolishadi. Yoki hammadan so'ramasangiz, birinchi islomiy bankni men ochaman deb niyat qilishadi, lekin shunaqada 1000 ta odam bo'lishi mumkin. Malayziyada, Angliyada, Saudiyada yurganlar bor. Lekin ular bilan tanishish kerak. Birgalikda rivojlanish kerak. Chunki bu endi bola qadamlari bilan katta bo'lyapti-da islomiy moliya. O'zbekiston O'rta Osiyoda qaraganda eng oxirgi, Turkmanistondan tashqari eng oxirga olib kirib keldi. Baby steps deydi ingliz tilida. Bola qadamlar endi yurishni boshlayapti. Shuni qo'l bilan ushlab turibmiz. Blue Ocean deydi, kimdirlar hali nimada, hali katta kompaniyalar yo'q bo'lib turibdi, eksperiment qilyapti. Shu uchun O'zbekistonga, davlatga, tizimiga baribir ekspertlar kerak. U uchun xorijda o'qish kerak. Xorijda o'qigandan keyin shu sertifikatlarga harakat qilish kerak, aktiv bo'lish kerak, networking bo'lish kerak, stajirovka boshlash kerak. Ilmiy ishni ham davom ettirish kerak. Chunki nimaga ilmiy ish faqatgina sertifikat bo'lsa, hamma sertifikatni qilgan. Lekin intervyuga kelganingizda mana mana shu ilmiy ishni qilyapman, 3 oydan bir ketyapti, mana shu raqamlarga erishdim desa, bu odam ko'rsatadi qiziqishini. Masalan, Shoisovga ham aytib berishingiz bo'ladi, zo'r anaqada venture capital qanaqa qilib ish topganlarini, yagona o'zbek menimcha yo'qda siz. Juda zo'r hikoya. Eshitamiz? Jim o'tiribdilar. Hozir undan oldin o'sha fikr almashuvi, fikr almashuvi juda ham ko'p bo'lishi kerak. Islomiy moliya sohasida o'qiyotgan, ishlayotgan odamlarda fikr almashuvi juda ham ko'p bo'lishi kerak. Shu orqali bir innovatsiya qilsa bo'ladi. Hop, meni qanaqa qilib Hasan Venture Capital da ish topganim, bu hammasi stajirovkaga borib taqaladi. O'sha Malayziyada o'qib yurgan paytimizda o'sha stajirovka qidirish boshlaganman. O'shanda ETS degan bir islomiy fintech, islomiy moliyaviy texnologiya kompaniyasidan bir anaqa taklif olganman. U ham anaqa orqali bo'lgan. O'sha universitetda o'qiydigan bir odam, doktoranturani o'qiyotgan bir odam o'sha kompaniyada bir bo'lim boshlig'i bo'lgan. O'sha aytganim, qiziqar ekansan, kirmaysanmi degan. Qani deganman, topshirganman. Shu orqali islomiy fintech kompaniyasiga kirib ketganman. O'sha fintechdan boshlanib, keyin u fintechga asoschisi yana boshqa venture capital fondga asos solgan. O'shandan keyin meni o'tga qo'pol qilib aytganda tortib olgan. Fondga. Demak, asosiysi bunda amaliyot o'tash va anaqa. Nima edi? Hozir aytib o'tdingiz-ku, birinchi o'rinda bilim almashuvi. Networking, bilim almashuvi. Ya'ni bu soha hozir bizda uncha rivojlanmagan. Ana endi kirib kelyapti. O'zbekistonda nimalar qilish mumkin kelajakda va nimalar kutyapti bizni? Nima yangiliklar bo'lishi mumkin yurtimizda? O'zbekistonda bozor ochiq. O'zbekistonda bozor ochiq, ko'p narsa qilsa bo'ladi. To'g'ri, lekin yangi chiqqan yetakchi fintech kompaniyalar, islomiy moliya sohasida ishlayotgan fintech kompaniyalar bor. Investitsiyalar bilan shug'ullanayotgan. Lekin hali ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Bank sohasida yoki o'sha startap sohasida juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. U ya'ni bolani yoki qizni o'zini qiziqishiga bog'liq. Qaysi sohada ketmoqchi? Buxgalteriyani o'qigan bo'lsam, hozir buxgalteriyada ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Tizim yaratish, startap. Yoki o'sha fond menejeri bo'ladimi? Fond ochsin,
Ya'ni kelajakda endi siz bitirgan odam sразу fond ocha olmaydi-yu, endi fond ochib shuni islomiy tamoyillarga moslab yurg'izsa bo'ladi. Zo'r. Mana bitta savol beraman. Misol uchun men biznes boshladim. Biznes boshlashim uchun kredit olmoqchiman. Bankdan borib kredit yoki pul olmoqchiman. Buni olgandan ko'ra islomiy moliyadan olsam qanaqa qulayliklari bor, qanaqa yutuqlari bor va men nimalarda plyusda bo'lishim mumkin? Bankdan olmasmi? Yo'q, bankdan emas, islomiy moliya tizimi bo'yicha ishlayotgan joydan olsam. Nimaligiga bog'liq, qanaqa ishligiga, ya'ni qanaqa fonddan olyapsiz, qay tartibda olyapsiz, shunga juda ham bog'liq. Misol uchun aytaylik, startap qilyapsiz. Startap qilyapsiz, startapingizga pul kerak, islomiy fond bor deb aytaylik. Islomiy tamoyillarga mos yurg'iziladigan fond bor, venture fond bor. O'shandan olyapsiz. Sizga pul beradi, uni o'rniga siz kompaniyangiz o'zini bir qancha aksiyasini berasiz. Aytaylik, 10% ni berasiz. 50 ming pul oldingiz, 10% kompaniyangiz ulushini berdingiz ularga. Bo'ldi, ular sizga pul berdi, sizga ishondi, risk o'rtada bo'ladi. Agarda ertaga sizni startapingiz o'xshamay qoladigan bo'lsa, u pulni yo'qotadi, sizga qaytib kelmaydi u. Ya'ni aytmaydi, pulimni qaytar, qarmani pulim deb aytmaydi. O'ta xatarli bo'lish bo'ladi. Endi to'g'ri, agarda to'g'ridan-to'g'ri sizni xatoyingiz orqali bo'ladigan bo'lsa, o'zingizdan o'zingiz qanaqa firmani tashlab ketib nimadir qilgan bo'lsangiz, katta xatolik qilgan bo'lsangiz, unda sudlashish mumkin, lekin boshqa sabab, tabiiy sabablar bilan yiqiladigan bo'lsangiz, ya'ni ular sizga indamaydi. Zo'r. Zo'r. O'ta agar aytaylik, islomiy bo'lmagan fonddan olsa-chi, esa o'ta ba'zi o'sha shartnomada anaqalari bo'ladi. Nima deydi? Bandlari bo'ladi. Qaytarishga majbur bo'lib qoladigan bir shunaqa bandlari bor. Yoki shunaqa instrumentlar ishlatadi, moliyaviy instrument deyiladi. Shunaqa instrumentlar bor, qaytarishga majbur bo'lib qolasiz. Tushunarli. Keyin endi hozir bu ta'limga yana bir ikkita narsa qo'shib ketmoqchi edim. O'sha o'qiyotgan odam, men bir ikkita odamdan eshitib qolganman. Endi agarda islomiy moliyani o'qimoqchi bo'lsang, muomalatda bilishing kerak, chunki muomalatda fiqhul muomalatdan tashkil topgan bu narsa deb aytgan menga odamlar. Ba'zi odamlar bor, shu agarda men fiqhul muomalatda bilsam, bo'lma islomiy iqtisodda islomiy moliyani tushundim deb o'ylaydi. Xato. Chunki hozirgi tizim juda ham murakkab. Moliyaviy tizim juda ham murakkab. Oldin, ya'ni o'sha oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, ya'ni faqatgina oldi-sotdilar, hamma tovarlar mavjud. Unaqa tizim emas hozir, juda ham kam unaqa. Hozir moliyaviy tizim juda ham murakkablashib ketib qolgan, shuning uchun moliyani o'zini yaxshi bilmasa, muomalatda o'zi ham. Zo'r. Mana hozirgi abituriyentlarimiz o'sha islom moliyasi bo'yicha o'qib, tajriba orttirib, chet elda yoki o'zimizda hali unaqa yetarlicha yo'q-ku, lekin chet elda o'qib kelib O'zbekistonga qaytsa 5-10 yildan keyin ish topishi, o'zini faoliyatini, karyerasini qurish mumkin deb o'ylaysizmi? Albatta qurish mumkin. Hozir misol uchun islomiy banklar ochilish arafasida turibdi, qonun qabul qilindi. Islomiy banklar ishga oladi. Islomiy bankda ham bo'lim ko'p bo'ladi. O'tda ham mana misol uchun siz o'zingizni mutaxassisligingizdan kelib chiqib, misol uchun sizni yo'nalishingiz risk bo'lishi mumkin, buxgalteriya bo'lishi mumkin, plus siz islomiy moliyadan xabardorsiz. Sizni o'sha bo'limga oladi. O'sha bo'limga olib, o'sha bo'limni yurg'izasiz yoki o'sha bo'limni kim boshlaydi, kimdir qo'lini ostida ishlab, faoliyatingizni boshlaysiz. Lekin sizda qanaqadir bir mutaxassislik bo'lmasa, ular ham hayron bo'ladi-da. Qatga olamiz sana deydi. Bo'ptani resepshinga qo'yamiz. Juda hol bo'lib. Demak, ba'zi misol uchun hozirgi ishlayotgan moliya tizimini bir qaysi yo'nalishning bazasi bo'lishi kerak albatta. Ana undan keyin islomiy moliya qo'shilsa, ertaga karyera qurish, ishga joylashish koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Albatta. Islomiy moliya ham juda ham keng-da. Juda ham keng. Hozir moliyani o'zini aytamiz. Moliyada nechta narsa bor? Nimaga qiziqadi bu odam? Fond boshqarishga, bankka qiziqadimi yoki markaziy bankda ishlashga qiziqadimi? Qaysi sohada ishlashga qiziqadi?
bittasini tanlash kerak. Bo'lmasam o'zini yo'qotib qo'yadi. O'qiyotgan paytida ham, misol uchun o'sha mavzu tanlash eng qiyin narsa. Mavzu tanlaydigan payt bo'ladi-da, ilmiy ish qilayotganda nima mavzuda yozsam ekan deyotgan paytda o'zingni qiziqishing nima? O'sha qiziqishingdan kelib chiqib bir muammoni top, o'sha muammoni hal qilishga harakat qil deb aytadi. Bitta qo'shimcha qilib ketaman. Maslahat o'zi tabiiy holat islomiy moliyaga kirganda general umumiy o'rganish va qanaqadir sohani tanlay olmaslik tabiiy holat. O'shanda bir tavsiya beraman. O'zim shu tavsiyani qilganman. Konsaltingga ishga kirish kerak. O'zimiz shu Buyuk Britaniyada Birmingham shahrida kirganmiz konsaltingga va u yoqda venture capital bo'ladimi? Amerikadagi masalan o'zimiz bir investitsion kompaniyada 2 milliardlik kompaniya shariyalarni qarab chiqqanmiz, stoklarini shariya bo'yicha. U bo'lishi mumkin yoki Efiopiyada masalan oddiy bankdan islomiy bankka almashuvida kontraktlarga yordam berganmiz. Har xil odamlar bilan ishlaysiz. Endi boshlayotgan startap bilan ham, davlatlar bilan ham, o'sha Efiopiya davlatiga ham yoki katta korxonalar bilan ishlaysiz. Har xil proyektlar qilasiz. Bu 1 yil ichida 10-15 ta proyekt boshlaysiz va o'shanda anig'ini bilasiz. O'shanda sizni o'zingiz foundationingiz bo'ladi, demak bilimingiz bo'ladi. O'shandan keyin tanlasa, menimcha o'zingiz ham mazza qilasiz. Kasb etganlarida raqobat katta bo'ladi ertaga. Hozir shu gap, masalan, Malayziyada ketyapman o'qishga, islomiy moliya desa, borsiz bar o'zbeklar ko'p bo'ladi. Men bunga Angliyada men yo'q edi, hech kim yo'q edi. O'zbekistonda hozir men Instagramdan yoshlar 4 ta bola kengil ketyapti shu joyga. Tasavvur qilasizlar qancha tezlashib ketayotganligini. Lekin yana shoyib gapirga qo'shilaman 100%. O'zbekistonda kelajagi zo'r bo'ladi deb umid qilamiz. Nega? Chunki O'zbekistonni to'g'ri Buxoriylar deb tanishadi, lekin bizda aholi ko'p. Aholi ko'p va o'zim ilmiy ishimni qilib chiqqanman. Ko'p pul bankda yotmaydi. Eng ko'p pul bozorda. O'sha esimiz yana bolaligimizda gapiradi-yu. Anaqani ichiga biqit qo'yish kerak deydi, ko'rpaning ichiga. Shunaqa pulli bor. Juda ham ko'p. Lekin nega oddiy bankka qo'ymaydi desa, mana shunaqa harom joyi bor. Bilmayman, boshqa nima alternativa bor deydi. Shu uchun islomiy moliya alternativani beradi. Aytganlaridek investitsion kompaniyalar bor, juda ham ko'p banklar endi ochilyapti va to'g'ri meni fikrim bo'yicha eksperiment qilib sekin ochilyapti. Lekin eshiklar davlatimiz ochib bersa, to'xtatib bo'lmaydi kompaniyalarning yugurib kelishini. Malayziyada kichkina bakalavriat o'qib yurgan do'stlarimiz bor, nomerini bergan ekan katta bankir. Aloqa qilamiz, ertaga bank ochmoqchi bo'lsa aloqaga chiqaman, tanishlaring bo'ladi-yu deb. Oddiy anaqada oddiy odamga bo'lmaydi bu narsa. Aynan o'zbekistonlik bo'lgani uchun katta mehr bor. Do'rimda ham alohida gapirishadi, O'zbekiston-ku. Chunki bilasizlar, davlat tomonidan nimalar tashkil qildi, sivilizatsiyalar tashkil qildi, forumlar bo'ldi, hammasi kelib ketgan. Kelib ketgandan keyin o'zbekchalik oshib, somsaga xursand bo'lib, o'rtoq bo'lib ketishgani, lekin eslashadi O'zbekiston zo'r davlat ekan, borish kerak ekan. Hammasi tayyor turibdi. Lekin bu shu aytganlaridek qattiq o'qish kerak, aniq yo'nalish bilish kerak, oddiy moliyadan boshlash kerak. Kimdirlar aytadi, tavaqalam eshitganman, dasiga ruxsat berishmagan ekan moliya o'qishga. Oddiy moliya nimaga desa, harom deyishgan ekan. Harom kim aytdim, yo'q bu ishlamaydi-ku, o'rganadi-ku. Islomiy moliya unda nima desam, islomiy moliyada bakalavr o'qisa harom bo'lmaydi dedi. Chunki aytganlarda qo'shilaman, 90% bir xil bo'ladi. 10% mana mumkin emas deganday narsa. Bo'lib qoladi shunaqa. Zo'r. Shu magistratura o'qiyotganimizda ham biz o'sha nima qaysi fan bo'lmasin, baribir ba'zi aytganlaridek oddiy moliyada yoki oddiy iqtisodda o'qitiladigan narsa o'qitiladi, qo'shimchalari bor. Qo'shimchalari bor. Va agarda bilmasang, sen shuni ham bilmaysanmi? O'qitishmagan masalan. Bakalavrda deb aytib qolishadi-da. Misol uchun, monetar iqtisodiyotda o'qiganimda u yerda islomiy degan islomiy monetar iqtisodiyot faqat nazariya bo'lib qolgan. Islomiy shu maqolalar, ilmiy ishlar bor, faqat nazariya u yerda. Lekin tatbiqda ko'p narsa yo'q umuman monetar iqtisodiyotda. Monetar iqtisodiyotda o'sha boshqa universitetlarda monetar iqtisodiyotda qanaqa nazariyalar o'rganilsa, o'shalarni o'rganganmiz. Qattiq mana shu nimasi muammo nimada shunda qanaqa to'g'rilasa bo'ladi? Keyin islomiy banklarni ta'siri qanaqa bo'ladi bunga? Rol o'yna olaydimi? Shunaqa o'qitiladi. Zo'r. Tushunarli. Hozir bu podkastda tashqari yana nima mavzuda qolib ketdi? Agar qolib ketgan bo'lsa, davom ettirishimiz mumkin. Menda savollar tugadi lekin. Agar nimanidir aniq qilmagan bo'lsam, e'tiborga olmagan bo'lsam yoki nimanidir savol bermaysiz. Aytanamizda.
Islomiy moliyani minuslarini hozirgi minusdan aytib chiqsa bo'ladi. Masalan, odamlar baribir aytamiz-ku, ideal emas. Hozirda minuslar bor. Nimagaligini aytsak bo'ladi. Siz fikringiz meni fikrimmi? Masalan, agar hammasi plyus bo'lganda hammasi islomiy moliyaga o'tib ketardi-yu. O'sha narsalarni unaqa gaplar ham bor, ko'p haqiqatdan o'zbeklar bilan gaplashganda aytishgan, masalan. Ayvat podkastda aytilardi. Shu narsani aytsa bo'ladi. Bo'l, shu narsa. Menimcha u o'zi katta mavzu bo'lib shuni tugatsa bo'ladi menimcha. Tushunarli. Mana hozir islomiy moliyani plyuslar haqida gaplashdik. Har bitta narsani plyus bo'lgandek minusi ham bo'ladi. Hozirgi kunda qanaqa minuslar bor va buni ustida ishlanyapti? Shu haqida gapirsak. Xo'p, islomiy moliyada aytganimizdek baribir rivojlanishni odamlar qilib bergan, odamlar ishlagan narsada har doim minus bo'ladi va bu normal holat, buni ustida ishlash kerak. Lekin bitta narsani aytib qo'ygan bo'lardim. Islomiy moliyada xato ketsa, bu dinga aloqasi qilishmasin. Tizimmaymi? Tizimmaymi, odamlarning aybi. Masalan, islomiy banklarni oladigan bo'lsak, bir Tojikistonda islomiy bank, Alfa bank ochilgan edi. U payt endi kirib kelganda ochilgan, u ham Buyuk Britaniya o'qib kelgan, demak ustozlarimizdan biri ochganlar. Keyin u yoqda nima deyishgan? Islomiy moliyada kelishganda birinchidan minus tarafi qimmatroq bo'ladi. Servisi. Chunki birinchidan u servis pulini bilasiz, boshqa banklarda keyin chiqib keladi puli. Foizda chiqib keladi, boshqa chiqib keladi. Aytishadi, "Yes, men ham musulmonman, sen ham musulmonsan-ku. Arzonroq bo'lmaydi, bozorga aylanib ketadi." Buni minus tarafi tushuntirib o'tsam, nega qimmatlashib ketadi? Chunki hali ekspertlar ko'p emas. Ekspertlarni olib kelish uchun u xorijiy ekspert olib kelish kerak avvalambor. Xorijda yillar davomida sertifikatlar olib, ustozlik qilgan odamlarni tepaga qo'yish uchun katta pul ketadi. Demak, talantlarni katta qilish uchun ham, o'qitish uchun ham, chunki mana ilmiy ish qilib kelsa ham baribir unutib yubor deydi, karyera boshqacha bo'ladi deydi. Chunki baribir biznes pul qilish kerak. Shu minuslari bo'ladi va agar qanaqadir shu customer service deydi ingliz tilida odam berganda oddiy muomalada ham minus bo'lsa, nimagadir islomiy moliyani olib ketibdi deyishadi. Bu oddiy odam kutib olishi. Unutmanglarki, shu islomiy moliyada hozir ishlab turganlar oddiy moliyani bitirib, oddiy bankda ishlab kelishgan. Faqat shu aytganlaridek mumkin emas narsalarni yodlab qolishgan. Chunki hozir bakalavriatni bitirib, magistratura bitirib 20 yil tajriba olib kelgan o'zbeklar juda kam va ular hamma bankda ishlay olmaydi. Menimcha minus tarafi shu deb bilaman. Ikkinchi tarafi sal xunuk narsa, lekin eshitganman. Islomiy moliya bu sherikchilik bo'ladi, risklar bo'ladi. Baribir ertaga pulim kuysa, hech narsa bo'lmaydi. O'shancha o'tkaman deydi-da, pulni shaqqa qilaman deydi. Bu yoqda minuslar chol aytib ketdi Shoyisov ekan, bu hamma risk bor ekani deyilmaydi u yoqda ham. U ham biznes. Ertaga o'zini anaqalarga pul to'lash kerak, oylik to'lash kerak. Ular ham kontraktlarda juda qattiq o'qiganki, agar sizni aybingiz bilan bo'lsa, ishlamasangiz bo'ldi, biznes kuysa, sizda aybingiz bo'ladi. 100% sizga to'ngab qo'yish ham mumkin. Islomda hammasi kechirilib ketar ekan, baribir do'lga chiqib ketsam ham, u yoqda ham risk bor. Shuning uchun nabarot ko'proq harakat qilish kerak, ko'proq risk bo'lish kerak. Chunki baribir islomiy moliya bo'lgani uchun yaxshi aniq qo'yish kerak. Amal qilib va goal deydi, nima deydi, maqsad qo'yish kerak. Tushunarli. Sizni fikringiz qanaqa Shoyisov aka? Xo'p, birinchidan islomiy moliyani yoki shu islom banklari ochilsa, uni xayriya jamg'armasi deb o'ylanish kerak emas. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor. Keyin boya aytdim-ku, sherikchilikka yoki o'sha xatar bo'lishga ko'proq targ'ib qiladi dedim-ku islomiy moliyani. Lekin bank tizimida sherikchilik ishlash juda ham qiyin bo'ladi. Sherikchilik ishlashi o'sha qiyin bo'ladi. Ular ham nima qiladi? O'sha kreditda islomiy varianti bilan ishlashga majbur bo'lib qoladi. Halol nasiya. Hozir banklar ham ochilsa, o'sha halol nasiya yoki ijara chiqib keladi. Agar ijarani ko'radigan bo'lsa, endi islomiy moliyada ko'proq bizda IOF standartlari qo'llaniladigan bo'lsa, annuitet bilan bo'ladi-da. Annuitet bilan bo'lgandan keyin ijaraga, misol uchun uy sotib olasiz-da, ipoteka emas, ijara bitimi orqali uy sotib olasiz. Ancha qimmat bo'lib ketadi. Islomiy oladigan bo'lsangiz. Men o'zim aniqini hisoblab ko'rdim-da. 100 ming agarda olinadigan bo'lsa, ipoteka differensial bilan olinadigan bo'lsa, 100 ming 10 yilda 260 qanchalarga aylanar ekan 10 yilda. Nasiya qilib bo'lib to'lashdan? Bu yo'q, bankdan ipoteka. Ipoteka differensial bilan oladigan bo'lsa. Endi annuitet, shu islomiy qanaqa annuitet bilan bo'ladi? Menimcha,
IUF bilan ishlagandan keyin. Mhm. Annuitet orqali oladigan bo'lsa 300 mingdan oshib ketadi. Hmm. 10 yilda 100 mingni 300 mingdan oshiq qilib qaytarar ekansizda. Tushunarli. Shunaqa joylari ham bor. Ha, shunaqa joylari bor. Chunki bularni tizim shunaqada. Global bank tizimi. U yerda yana misol uchun Basel degan anaqa bor, qo'mita bor. Shvetsariyada. Bu o'sha butun jahon banklariga standartlar beruvchi, agarda Markaziy bank a'zo bo'ladigan bo'lsa. Ular ham o'ziga xos standartlar qo'ygan. Sherikchilikka juda ham qattiq turadi ular. Zo'r. Bizda suhbat yaxshi ketyapti. Endi bizda sal suhbatimizga nomutanosib bo'lgan bilik savollarimiz bor. Bilik savollarimiz ko'proq psixologiya, iqtisodga qurilgan bilik savollar. Bilik savollarni bersam bo'ladi demak, tayyorsizlar. Demak, bilik savoliga o'tsak bo'ladi, akalar. Qanaqa savol? Bilik savollar qisqa savol. Siz men qisqa savol beraman, siz xohlasangiz to'liqroq, xohlasangiz qisqa javob bersangiz bo'ladi. Demak, tayyorsizlar. Bitta savolni o'qiyman. Kelinglar o'zinglar variantlarni aytaverasizlar. Birinchisi boshladik bo'lmasam, dunyoni go'zallik qutqaradi degan gap bor. Lekin sizlarning fikringizcha dunyoni nima qutqaradi? Adolat. Adolat? Ha. O'ylab ko'raylik, nima qutqaradi. Dunyoda adolat yo'q deb bilaman, harakat. Xo'p. Odam bir kun kelib o'zidan begonalashib qolishi mumkinmi va nima uchun bo'lishi mumkin? O'zidan begonalashib qolishi. O'zligini yo'qotib begonalashishi mumkin. Nima uchun bo'lishi mumkin deysiz? Atrof muhit ta'siri bo'lishi mumkin. Misol uchun yoshligida bir odam bo'lgan, keyin atrof muhiti o'zgargan, do'stlari o'zgargan, umuman boshqa odam bo'lgan. O'zi ko'rasiz, misol uchun kinolarda ham man qanaqa ahvolga tushib qoldim o'zi deydi-yu, bunaqa odam emas edimi deydi-yu. Atrof muhit. Sizningcha? Odamda to'g'ri va oson bo'lgan, demak, alternativlar berilganda, o'shanda tanlashda odam o'zini yo'qotishi mumkin. Tushunarli. Sizningcha hozirgi avlodning eng katta bo'shlig'i nimada? Zehniyat. Zehniyat? To'g'ri zehniyat qo'yish kerak. O'zini fikri bo'lish. Fikri yo'qligidami yoki Yo'qligida. Yo'qligida. Insonning umri davomida eng sekin o'ldirib boradigan narsa nima deb o'ylaysiz? Odamlarga ishonch. Ishonch? Ha. Odam sekin o'ldirib boradigan narsa. Ya'ni bu sog'liq jihatidan emas, odatlari yoki sekin o'ldirib boradigan narsa chekish emasmi? Yo'q. Sekin o'ldirib boradigan narsasi o'zini yoqtirmagan ishini qilish bo'lsa kerak. Tushunarli. Kuchli odam deb qanaqa insonlarni tan olasiz? Kuchli odam deb jahlini boshqara oladigan. Jahlini boshqara oladigan? Nafsini boshqara oladigan. Nafsini boshqara oladigan. Qaysi haqiqatni kech tushunib yetganingizdan afsuslangansiz? Qaysi haqiqat? Ko'p narsada bo'lishi mumkin. Bemalol. Misol uchun baribir ta'limda ham ozgina qoqilishlar bo'lganda. Hayotiy, ya'ni misol uchun odamlarga ishonish kerak emas ko'p. Darrov, ya'ni hammaga ham ishonaverish kerak emas. Hamma gapga aytaverish kerak emas. Sizlar shunday. Har doim xayrlisini so'rash deb qolardim. Chunki odam baribir hayotda bilaman, men o'zimga nima kerakligini bilaman deb o'ylaydi. O'shanga harakat qiladi, lekin baribir yaratgan boshqa narsa, boshqa plan bo'yicha ketishi mumkin. Shuning uchun xayrlisini so'rash. Zo'r. Inson umri davomida o'zini topadimi yoki shakllantirib boradimi? Shakllantirib boradi. Shakllantirib boradi. Zo'r. Shakllantirib boradi. Bu hayotda umri davomida qaysi ishni qilishga kech qolmaslik kerak? Qaysi ishni qilishga kech qolmaslik kerak deb o'ylaysiz? Unaqa ish o'zi ko'p-ku. Juda ko'p. Birinchi hayolingizga kelgani? Ota-onani rozi qilishda meniki. Ota-onani rozi qilishda. Qaysi ishni qilishda to'g'ri endi tabiiy ota-ona keladi. Niyat.
Niyatda har doim To'g'ri qilishda. bo'lishi kerak. Niyat xolis bo'lishi kerak Xudo uchun. Tushunarli. Bizni avlod yo'qotayotgan eng katta narsa. Bizni avlod yo'qotayotgan eng katta narsa. Avlod. Bizni avlod yo'qotayotgan eng katta narsa. Yo'qotayotgan yoki qadriga yetmayotgan bo'lishi ham mumkin. Yo'qotayotgan narsada menimcha ichki xotirjamlik deb bilaman. Har doim nimadir ulgurmayapman, nimadir qilishim kerak. 18 yoshga to'lmasam ham uy olishim kerak. Undan nima bu kamroq, ko'proq shu xotirjamlik yo'qolyapti deb bilaman. Zo'r javob bo'ldi. Sizlar? Inson avlodni yo'qotayotgan narsasi menimcha juda ham tezlashib ketgan. Juda ham tezlashib ketgan. Ani sekin bitadigan ishga yo'l bo'lib qolgan avlod. Ya'ni hammasi tez bo'lishi kerak. Sabr Shukrullo aka bilan pashta o'xshash javob bo'ldi. Ya'ni bular shoshib ketayotgan, anaqa bo'lib ketgan, halovat yo'qotib qo'ygandilar. Sizda ham shunaqaroq. boshqa eshikdan kirdilar. Farqi yo'q. Zo'r. Endi bu ikkalanglarga ham individual top 3 ta hayotingiz davomida o'qigan va hammaga tavsiya beradigan kitobingiz. Sizda ham. Kitoblar. Ko'p 3 ta kitob deganda o'zimizdan sohadami yoki umuman hayotingizni o'zgartirib yuborgan. Ikkalamiz top 3 qilarmiz. Siz bitta aytdingmi, bitta. Farqi yo'q, xohlasangiz bittadan aytinglar, xohlasanglar. Ikkitadan. Birinchisiga men Ihyo kitobini qo'yaman. Imom G'azoliyni Ihyo ulumuddin kitoblarini, din ilmlarini tiriltirish kitoblarini qo'yaman. Ikkinchisini aytaymi? Yana bor. Endi ko'proq baribir xayolga shu rahmatli shayximiz kitoblari keladi. Masalan, oddiy qilayotganda hayotim haqiqatan o'zgartirgan narsa Baxtiyor oila hamma o'qigan kitob. Lekin bu oila nima uchun kerakligi dunyoda eng katta muammolar ham shu ajrashishdan bo'lyapti, oila boshqarishdan boshlanyapti. Haqiqatan bemalol ayta olaman, shu kitob meni ancha katta shakllantirdi. Oila mavzusiga qarashlaringizni ancha o'zgartirgan. Yana bitta o'rtada tanlaymizmi endi? Misol uchun bitta badiiy asardir balki. Bitta sohaga doir bo'ladi. Mumkin. Sayfiddin Amosni Bitcoin Standard degan kitoblari bor. Juda ham yaxshi ko'raman. Islom moliyasiga taalluqli. Yo'q. U ko'proq pul tarixi. Pul tarixi. U Bitcoin, Bitcoin, lekin Bitcoinga doir juda ham kichkina anaqasi bor, bobi bor, lekin pul tarixi, pul tizimi qanaqa ishlashini o'sha 300 betlimi shunaqa kitob edi, juda ham oddiy qilib zo'r yoritib bergan. Pul tarixi. Zam qilganmisiz shunday? Mana qo'shimcha qilaman, shuni o'rtog'i ko'plar tanisa kerak, ingliz tilida yotilayotgan alohida Freak Economics deydi, Freakonomics. U yoqda unaqa darajada sodda qilib ekonomikani, iqtisodiyotni, moliyani tushuntirib bergan ko'rmaganman. Ya'ni katta odam bilan, yosh bola bilan suhbatida qiz bola savol beradi, masalan, nega ko'p pul chiqara olmaymiz? Nega hamma boy bo'lib keta olmaydi? degan savollarga oddiy qilib tushuntirib beradi va o'qigan odam hayot qanaqa ishlashini, faqat pulni, balki davlatlar qanaqa ishlashini, nimaga shu urushlar kelib chiqayotganligini, qanaqa muammo bo'layotganligini, nega kofe masalan aeroportda $10 turadi, bozorda arzon turishigacha javob ola oladi va juda ham qiziqib ketadi. Zo'r. Bugungi podkastimiz oxirgi savoli shu edi men tarafdan. Agar sizlarda qanaqadir fikr bo'lsa, bugungi suhbat haqida yoki aytilmay qolgan yana qanaqadir fikringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Ana shundan keyin men sizlarga aytsak ham zo'r bo'ladi. Boshlaylik. O'zi umuman olganda islomiy moliya mavzusi juda ham keng mavzu. Iloji boricha o'sha ta'limga bog'lashga harakat qildik. Agarda lekin islomiy moliyaning bir muayyan bir qismi haqida agar suhbat bo'ladigan bo'lsa, juda ham cho'zilib alohida podkast qilsa bo'ladi. Xudo xolasa keyingi podkastlardan shu mavzularni kutib qolamiz. Rahmat kattalar. Hop, bizda nima desa bo'ladi? Avvalambor islomiy moliyaga kirayotganda maslahatimiz to'g'ri niyat qilinglar, to'g'ri qo'yinglar. Boshida juda qiyin bo'ladi. Shunaqa aytganimizdek, stajirovkalar, ish tajribasi pul to'lamaydigan bo'ladi. Sizga tushunarsiz bo'lishi mumkin, onlayn bo'lishi mumkin. O'rtog'ingiz masalan o'ziga xohlamaydigan kasb bo'yicha katta pul qilishi mumkin.
Hali xafa bo'lmanglar, logistika masalanda. Logistikada qanaqa niyat bo'ladi? Katta pul bo'ladi. Hech kim tug'ilayotgan logist bo'laman, 40 yil logist bo'laman demaydi. O'sha yerda o'ylab qolasiz, kerak menga bu narsa. Masalan, undan ko'ra kechqurun ishlaganim yaxshi edi, maoshni olardim. Shunaqa moment bo'ladi. Lekin O'zbekistonda xudo xolasa gaplashganimizdek islomiy moliya tez rivojlanadi. Keyingi 2-3 yilda. Va hozirda O'zbekistonda ham islomiy moliyani universitet darajasida o'qitish uchun ishlar olib borilyapti. O'shanga ham biz chaqirilganmiz. Xudo xolasa yaxshi xabarlar bo'ladi. Va o'zingizga bir xil o'ylaydigan tengdoshingizni toping. Bu sohada rivojlantirishga juda yordam beradi. Chunki baribir noto'g'ri oqimlar ham ko'p, noto'g'ri yo'nalishlar ham ko'p, noto'g'ri islomiy moliyaga fikr ham ko'p. Shuning uchun to'g'ri mentor toping, to'g'ri do'st toping va boshida qiynalsa, lekin yaxshi niyat qilsa, xudo xolasa yaxshi rezultatlar bo'ladi. Rahmat kattakon. Bugungi podkastimizga vaqtingni ajratib kelganinglar uchun, biliminglar bilan, tajribanglar bilan almashganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Podkastimiz zo'r bo'ldi degan umiddamiz. Bizlarni ko'rib borgan barchaga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar deyman. Agar mana shu podkast ichidan bitta o'zingiz uchun qimmatli ma'lumotni yoki insight olgan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz va maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Kommentariyada podkast haqida fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizlarni qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar. Buguncha bizda hozircha shular bo'ldi. Keyingi podkastgacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.